سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durudlar, salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak Eidul Qurbon bayramiga yetkazgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu Eidul Qurbon qanday bayram? Bu haqida nimalarni bilamiz? Bu qanday bir xursandchilik kunki, siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda bir kutib olishimiz uchun bizdan nimalar matlub bo'ladi? Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz. Payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhisalom qissasida mana shu qurbonlik qilishlik qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhisalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhisalom haqida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va Ibrohimallazi vaffa." Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhisalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhisalom vafo qildi. 17 yashar yosh yigit ekan, Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu faraxmonga o'tkazib qo'yib, o'tga uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi: Hasbunalloh va ni'mal vakil. O'zini qurbon qilishligini Alloh taolo talab qildi, taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashlab kelishlikni buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va Ibrohimallazi vaffa." Alloh taolo Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin vafadaynahu bidhibhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik deydi. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhisalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhisalomdan sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu: Parvardigoro, biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligini hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigoro, siz bilan biz bandalar, seni bandalaring, biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Biz so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taolo yana go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi yetib bormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Qurbonlikning ma'nosi, avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan, Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarini shukrini adosi, misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishliging ma'nosi va keyingi yilga eson-omon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga barakat olib kelishligining ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida, Alloh taologa yaqin bo'lishlik niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz: Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suviga yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mana Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan muttafaqun alayh bo'lgan hadisi mavzu bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dedi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarga hajni farz qildi. Haj qilinglar dedi. Shunda bir kishi turib so'radiki: "Ya Rasululloh, har yilmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom sukut saqladi. Haligi kishi ikkinchi marta so'radi: "Har yilmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom javob bermadi. Uchinchi marta: "Ya Rasululloh, har yili haj qilishimiz farz bo'ladimi?" dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki:
Agar hozir ha deb qo'ysam, har yili farz bo'lib qoladi dedi. Va davom etdi. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, undan yiroq bo'linglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar o'sha narsani bajaringlar. Sizlardan avvalgi o'tgan qavmlarni halok qilgan narsa ularning o'z payg'ambarlarga ko'p savol beraverishlari va ko'rsatmalarga xilof qilishlari sabab bo'lgan. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni oson qilib beringlar dedi Rasululloh. Qiyinlashtira olmanglar. Din bilan odamlarni xursand qilinglar, cho'chitib qochirib olmanglar dedi. Din yengillik. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu hadis bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu hadisini sharhlashga kirishar ekanmiz, bu ahamiyat haqida, bu hadisning ahamiyati haqida bir qancha olimlarning so'zlari bor. Ulamolar ushbu hadisni ahamiyati va chuqur ma'nolari haqida juda ko'p gapirishgan. Xususan Ibn Hajar Haytami aytadi, bu ulug' hadis dinni asoslaridan, islom arkonlaridan sanaladi. Uni yodlashlik va chuqur ma'nolarini o'rganishlik lozim bo'ladi. Endi hadisga o'zga o'tadigan bo'lsak, e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz avvalambor nimadan qaytargan bo'lsam uzoq bo'linglar, nimaga buyurgan bo'lsam imkoniyat qadar bajaringlar dedi. Birinchidan inson harom narsalardan o'zini tiyishligi, gunohlardan tiyishligiga ishora bor. Uning orqasidan Allohning buyruqlarini bajarishlikka ko'rsatma bor. Qaytarilgan narsalar nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambar orqali bandalarga ba'zi bir ishlarni qilishlikka man qildi. Ba'zi ishlarni qilishlikka ijozat berdi. Man qilingan ishlar ikkiga bo'linadi. Qilishdan Alloh taolo qaytargan ishlar ikkiga bo'linadi. Harom va makruh. Harom shunday amalki, harom amali qilgan odam gunohkor bo'ladi. Harom amalni qilmagan odam savob topadi. Haromni halol degan odam kofir bo'ladi. Ya'ni bu aroq ichish, zino qilish, sutxo'rlik, tarozdan urishlik, yo'l to'sarlik, bu ishlar harom amallar sirasiga kiradi. Bulardan to'la to'kisligicha uzoq bo'lishimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi qaytarilgan narsa bu makruh bo'lgan amallar. Bu harom darajasida emas. Makruh amalini qilgan kishi gunohkor bo'lmaydi, lekin beadablikda ayblanadi. Xususan nimalarga o'xshaydi bu makruh amallar? Somsoq bilan piyozni xomiyib jamoat namoziga borishlik. Ya'ni og'izdan chiqadigan badbo hid yonidagi namozxon kishilarga ozor berganligi uchun makruh sanaladi. Makruh ishlar nima? Odamga qarab esnashlik. Makruh nima? Dasturxon ustida beadab ishlarni qilib o'tirishlik. Bu kishini axloqini, odobini pastligiga ishora qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib gunohlardan uzoq bo'linglar. Mana shariati islomiya hukmlarini bajarishligida bir inson qiyinchilikka, mashaqqatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, shariat bu kishiga yengillik beradi. Zarurat tug'iladigan bo'lsa, ba'zi bir harom qilingan amallar zarurat bo'lib qolgan paytda shariat tomonidan ruxsat beriladi qilishlikka. Chunki Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon bandalarni majbur qilgan emas. Shunga iymon keltirishimiz kerak. 5 mahal namoz dedimi? Demak, toqatimiz ko'taradi. Agar ko'tarmaganda Alloh buyurmasin. Aroqni tashlaylar, qimorni tashlaylar, harom narsadan uzoq bo'linglar dedimi? Agar biz qila olmaganimizda Alloh bu narsani buyurmas edi. Savdoda yolg'on gapirmay iloji yo'q degan odam kalima keltirib olsin. Chunki Alloh iloji bo'lmaganida buyurmas edi. Demak, shariatda qanday hukm bo'lsa, siz bilan bizni toqatimiz ko'taradi. Faman itturra ghayra baghin va la adin fala isma alayhi innalloha g'afurur rahim. Mana shu oyatlarga asoslanib ulamolar, fiqh olimlari shunday bir qoidani ishlab chiqarishgan. Zarurat tubihul mahdurat. Man qilingan ishlar, harom bo'lgan ishlar agar sharoit taqozo qilib qolsa, qilishlikka ruxsat ochiladi unga deydi. Endi ana shu zarurat degan so'zni yaxshiroq tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Endi kim deydi Alloh taolo? Zolim va haddan oshmagan holida nochor vaziyatda qolsa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir safarga chiqdi, yeguligi qolmadi, oldida o'lim tiydi go'sht turibdi. O'zi o'lgan jonivorning go'shti harom bo'ladi, buni hammamiz bilamiz. Endi o'lib qolishlik xavfi turgan paytda o'lib qolmaslik darajasida ovqat yeyishlik, mana shu harom luqmadan yeyishlikka shariat ruxsat beradi. Endi sharoit deganda, zarurat deganda farqiga borib olaylik.
Qonini bo'shtirib yeyish bunga kirmaydi. Yeb qonini to'yg'izib olgandan keyin ertaga kunga olib qo'yish ham bunga kirmaydi. Ana shu holatda bir kunga yoki o'lmay qolishiga yetadigan darajada yeydi-da, qolganini yeyishligi mumkin bo'lmaydi. Demak, odam ichi qiylanib qolganda harom narsani qilsa bo'lar ekan degan bir yengil noto'g'ri tushuncha ham bo'lib qolmasin. Zarurat degani nima degani? Insonning moliga, joniga haqiqatan xatar yetkazadigan holat zarurat deyiladi. Endi konditsioner yo'q ekan bitta odam uyida, yo bir uyini bir yevro remont qilmoqchi ekan, puli yo'q. Meniki ham zaruratda, shuni qilishim kerak deb turib harom ishga kirib ketadigan bo'lsa, bu odamning ishi to'g'ri bo'lmaydi. Bu hayotdagi to'kin sochinlik, farovonlik, bu jihozlarning zo'r bo'lmasligi zarurat qatoriga kirmaydi. Yana qaytarib o'tamiz, moliga, joniga haqiqatan tahdid soladigan holatda harom narsani qilishga ozgina izn beriladi. Demak, birinchi qismini suhbatlashgan bo'ldik. Payg'ambarimiz nimadan qaytargan bo'lsam tiyilinglar dedi. Mana ikkinchi qismiga o'tamiz, buyruqlarga bo'ysunish. Bizda hali harom ishlarni birortasini tark qilmagan birodarlarimizga nafl namoz o'qish, nafl roza tutish, qazo namoz o'qishlikni niqtaymiz peshonasiga. Hali bu harom ishdan chiqqani yo'q. Hali qornigacha bag'chida turgan odamga yuvinishlikka buyurayotganga o'xshaymiz. Bag'chidan chiqsin u. Chiqqandan keyin yuvinishlikda asayna yarashadi. Kishi harom narsalardan tiyilishligi birinchi navbatda bo'ladi. Buyruqlarni bajarishlik ikkinchi o'rinda kelyapti. Alloh taolaning bandalariga buyurgan buyrug'i ikkiga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi mandub. Farz, mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom orqali buyurgan ishlar. Farz amalini qilgan odam savob topadi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi, farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Haromda halol deb qo'ysa kofir bo'lsa, farzni farz emas desa kofir bo'ladi. Namoz, roza, zakot, bola-chaqaga halol yegizishlik, mana shu ishlar farz bo'ladi. Shu farz emas degan odam kofir bo'ladi. 5 mahal dedimi? 5 mahal. Endi sharoitga qarab 2 mahal o'qsa bo'ladi degan odam qattiq yanglishadi. Yuqorida aytdik, la yukallifullohu nafsan. Insonni Alloh toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmagan. Demak, inson 5 mahal namoz o'qiy oladi. Ikkinchisi mandub yoki sunnat bo'lgan amallar. Bu o'sha o'ng qo'li bilan yeyishlik, sunnat namozlari o'qishlik, sunnat azon aytishlik va boshqa sunnat amallar. Sunnat amalini qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi, lekin itob malomatga qoladi. Harom, makruh, qaytarilgan narsa. Buyurilgan ish farz bilan sunnat. Endi bizda bir mashhur bo'lgan bir maqolimiz bor. Musulmonchilik mana shu qoidamiz, mana shu maqolimiz qayerda ishlashligini yaxshilab endi bilib olaylik. Harom bo'lgan ishlarda, farz bo'lgan ishlarda asta-sekin degan gap ishlamaydi. Yaxshilab tushunib olaylik. Aroq ichyapti bir odam, sekin-sekin deyilgani musulmonchilikda 1 litr ichyaptim, endi 750 gramga tushirdim. Keyingi oyga 500 gramga tushiraman. Sekin degan gap ketmaydi harom ustida. Harom deydimi? Shart tashlanadi. Alloh subhanahu va taolo aroqni harom qilishda 3 bosqichda o'tdi. Aroqda sizlarga foyda ham bor, ziyon ham bor. Ziyoni ko'proq, bitta ishora. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin namoz o'qiyotganinglarda kayf holatga yaqinlashmanglar. Ikkinchi ishora. Uchinchisida albatta aroq, qimor, yulduzlar bilan, cho'plar bilan fol boqishlik shaytonning amalidan bo'lgan najosat dedi. Mana shu oyat nozil bo'lganda Madina ko'chalarida tayyorlangan ishga aroqlar suv bo'lib oqdi. Harom deyildimi? Endi shartga tashlashlik kerak bo'ldi bu narsani. So'rlik harom degan oyat tushdimi? So'rlikka pul berganlarga bo'pti foydasini olinglar demadi. Valakum rusu amvalikum. So'rlikka pul bergan bo'lsanglar, pulinglarni tanasini qaytarib olinglar, foydasini kechinglar dedi. Harom bo'lgan ishlarni tashlashlikda qaytarib aytamiz, sekin degan gap ketmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek. Alloh taolaning farz bo'lgan ishlarida ham sekin degan gap ketmaydi. 30 kun ro'zami? 30 kun ro'za. Bir yil boshida 3 kun tutdim. Keyingi yil oxirida 3 kun qo'shib qo'yaman. 3-chi yil 3 kun. Farz bo'lgan ish. Hozir aytamiz, masalan, namoz o'qiyapsiz, 2 mahal o'qib turibman hozir. Musulmonchilik asta-sekin deyilgan u. To'g'ri akalar, to'g'ri. Asta-sekin deyilgan. Qayerda ishlaydi bu qoida?
faqat sunnat bo'lgan, nafl bo'lgan ishlarda sekin-sekin degan joy ishlaydi. 5 mahal namoz o'qib haromdan tiyildimi? Endi sekin-sekin nima qilsin sunnatda? Qiyomul layl qilish, nafl roza tutish, nafl sadaqalarni berish, tasbih aytish, tahlil aytish, payg'ambarning sunnatiga amal qilish. Musulmonchilik asta-sekin degan so'z nafl bo'lgan ibodatlarni ishlaydi. Harom bilan farzni ishlamaydi. Mashaqqat yengillik sari boshlaydi. Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengilligini istaydi. Og'ir bo'lishini istamaydi. Bizda ba'zida shunday bir holatlar bo'lib qoladiki, musulmonchilikka mahkam yopishib olgan odam hayotda jiddiy bir shu amallarni bajarishida qiyinchilikka uchrayotganini ko'rasiz. Bu odam haqiqatan musulmonchilikka amal qilib qiyinchilikka kirayotgan bo'lsa, yo musulmonchilikni to'g'ri tushunmayapti bu, yoki ilmsiz. Inson Allohning buyruqlarini bajarishda mashaqqatga kirib qoladigan bo'lsa, aytdik mana yengillik ishlaydi. Va ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Bu dinda Alloh sizlarga hech qanday tanglik qilmadi. Mana Allohning buyruqlari ba'zida bizga og'irga o'xshab tuyuladi. Qaytargan qatarlari bizga zararga o'xshab tuyuladi. Aradan yaxshi tijorat qilyapti, qilma deyapti, zararga o'xshayapti. Allohning buyruqlari bizga og'ir tuyulayotgan bo'lsa, bu bizga og'ir tuyulyapti xolos. Mana bitta misol bilan tushuntiraman sizlarga. Alloh qodir qilsa. 5 ga yoki 4 ga kirgan bola sariq kasalga uchraydi. Sariq kasalga uchragan bolasini doktorga boradi, ota qo'lidan ushlab turib beradi. Tomiriga bir martada tushib olsa, tushib oldi. Bo'lmasa sayor hali bola dod deydi. Otasiga qaraydi-da, otam menga zulm qilyapti deydi. O'zini 5 yashar aqli bilan bu narsa foydaligini tushuna olmayapti. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz ham Alloh taoloning aytgan hukmlari bizga og'ir yoki bizga mashaqqat bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, bizga mashaqqat bo'lib tuyuladi. O'zi aslida bizning foydamiz. Agar o'sha bolani yina saysa joni og'riyapti deb turib, o'sha gemadezini tomiriga quydirmasangiz, jigari shu o'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, harom bo'lgan ishlarni tark qilish qiyin bo'lsa, farzlarni bajarish og'ir bo'layotgan bo'lsa, siz bilan bizning kamchiligimizdan boshqa narsa emas. Chunki Alloh taolo bizga faqat yaxshilikni, yengillikni xohlaydi. Yana bir tushunishimizga soddaroq misol shuki, namoz o'qiyapsiz. Mana namozda qiyomda turib qimirlamasdan turishlik namozning farzlaridan bittasi. Namozda turgan paytingizda o'malagan bolachangiz pechkaga qarab ketyapti o'malab. Namozda qimirlamasdan turishingiz Allohning siz ustidagi haqqi edi. Siz Allohning oldida haqqingizni o'tayotdingiz. Nima qilasiz? Eslinglar aytadi ilmlilar. Mana deydi, iymoningni sinaydigan vaqt keldi deydi. Qani bolangga bo'lgan muhabbating balandmi yoki ibodatga bo'lgan muhabbating balandmi deydi. Bolasiga bo'lgan mehri baland, lekin uyatganda indamay turadi. Yoki yer qimirlab qoldi. Qasr qusurqi ustunga tushdi boshladi. Namozda turibsiz. Mana deydi, endi sinaysan o'zingni deydi. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda bandasini yengil qilib bolangga qaradi. Namozni buzib bolasini o'tdan olib qo'yib bir chekkaga, keyin namozini o'qiradi. Alloh bizga zulm qilyapti-kan. Biz tushunmayapmiz dinimizni. Biz ilmsizligimizdan, dinimizni fahmlamaganligimizdan o'zimizni mashaqqatga yetib olyapmiz ekan. Demak, bolamiz o'malab ketsa, namozda assalomu alaykum va rahmatulloh buzib turib, borib bolani olib qo'yamiz bir chekkaga. Agar bu din bizga mashaqqat xohlaganda turasan demasmidi? Demak, inson mashaqqatga kirganda islom unga yengillik beradi. Yengilliklar. Ramazon oyida kasal bo'lib qolgan odam agar roza tutsa kasali ziyoda bo'ladigan bo'lsa, tutmasligi mumkin. Bu bitta yengillik. Suv ishlatsa, sog'ligiga zarar yetadigan odam tayammum qilishi mumkin. Safardagi odam namozlarni qasr qilib o'qiydi. Yengillikmi bu? Din nihoyatda yengil narsa. Agar buni to'g'ri tushunsak. Demak, inson mashaqqatga kirganda Alloh yengillik berar ekan, bu mashaqqatni to'g'ri tushunish kerak yana. Ramazonda roza tutib bitta odam abetga borib qonni ochib qo'ygan ekan, men qiynalib qoldim. Axir dinda mashaqqatga kirganda yengillikka o'sab bergan deb tapot qilib olmaydi. Yoki bo'lsam, bomdod namoziga tursam, men sog'atib qolyapman aytdim siz joyimdan. Mashaqqat bu men uchun. Endi dinda mashaqqat bo'lganda yengillik berib tapot yopib olish mumkin emas bu. Mashaqqatni to'g'ri tasavvur qilish kerak. Insonni moliga va joniga haqiqatan tahdid soladigan narsalar mashaqqat deb aytiladi. Mashaqqat haqiqiy qaysi? Hajga borsa, bola chaqasidan birov uzoqda bo'lamish. Bunga ko'ngli bormasmish, chunki bunga mashaqqat ekan hajga bormay qo'yaveramish. Hajga qachon borish mumkin bo'lmaydi. Yo'lda qaroqchi bo'lsa, yo'l xotirjam bo'lmasa shu mashaqqat. Agar shu qaroqchiga ro'baro bo'lib, o'lib ketishlik xavfi bo'ladigan bo'lsa, shu odamdan soqit bo'ladi.
Lekin uydan uzoq bo'lib ketishini bahona qilib, hajni yelkasini soqit qila olmaydi. Tashqarida inson haddan tashqari sovuq bo'lyapti mana. Chiqib tahorat olsa, joniga zarar yetishligi aniq kasal bo'lishi yoki kasali ziyoda bo'lishi. Shunda tayammum qilishga shariat ruxsat beradi. Bir insonning qo'lida yarim litr suv bo'lsa, tahorat olgani yetmaydi. Islomda yengillik beriladi deyiladi shu yerda. Shu yerda suv yetgancha tahorat qiladi, qolgan yetmagan joyga nima qiladi? Tayammum qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imron ibn Husayn aytadi, badanimda ishqlar paydo bo'ldi deydi. Ishqlar paydo bo'ldi, namozni qanaqa qilib o'qiyman dedim, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tikka turib o'qi dedi. Agar o'qiy olmasang o'tirib o'qi. Agar o'qiy olmasang yotib o'qi dedi. Demak, namoz hech qanaqasiga tark qilinadigan amal emas ekan. Lekin imkoniyat bo'lmay qolgan paytda shariat yengillik beradi. Fattaqulloha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Tavobun surasida Alloh dedi, bas kuchingiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, o'zlaringizga qilinayotgan pand nasihatga quloq tutinglar va itoat etinglar. O'zi mana har kim toqati ko'targancha qo'shimcha nafl ibodatlarni qiladi. Farz bilan haromda toqatga qaralmaydi. Hamma qila oladi. Shuning uchun bu narsa farz bilan harom. Nafl ibodatlarni qilishlik insonlar toqati har xil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar deydi. Mana imomi Ahmad va Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadis, sizlar hamma buyurilgan narsani bajarishga toqatingiz yetmaydi. Demak, toqatlar har xil. Hammalarda toqatlar yetmaydi. Hech qachon ularda hammasini qila olmaysizlar. Lekin o'rtacha yo'lda tutinglar va so'yinglar. Hammasini bajara olmaysizlar. Toqatlar ko'targancha qilinglar deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyingi mabhas fasodni taktomirini yo'qotishlik kerak bo'ladi. Endi achchiq bo'lsa ham aytamiz. Bir odam nafl ro'zalarni zo'r tutadi, dushanba, payshanba ro'zani qoldirmaydi, lekin sutxo'rlikka qo'l urayotganini ko'rasiz. Hoji aka ekan deb qo'yadi. Ana hoji aka deydi, hajga borib mana ish qilyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga 5 vaqt namozga qatnaydi. Qoldirmaydi, kanda qilmaydi, lekin uyga kelayotgan luqmaga e'tibor bermaydi. Diqqat qilaylik shunga. Ehtimol nevaramiz latodan pul topayotgandir. Ehtimol aroq savdosini qilayotgandir. 5 masjidga boryapsiz-da, unga ko'z yumib qo'yapsiz. Eng asosiysi katta-katta pul olib kelyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga yaqin boshlagan bolalarga qattiq malomat qiladi-yu, uydagi kelin qiz kelinlarini avratini ochib yurganligi bilan ishi yo'q. Agar kimda shu sifatlar bor bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan amallari to'g'ri bo'lmaydi. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi o'rinda nimadan qaytaryapti? Harom narsadan qaytaryapti. Keyin orqasidan buyuryapti. Siz 5 masjidga yurganligingiz, sadaqa qilganligingiz, nafl qilganligingiz yoki haj qilganligingiz harom luqmadan, gunoh ishlardan tiyilmasdan turib bo'layotgan bo'lsa, bu amallarni qabul bo'lmasligi xavfi bor. Bu odamlar aytadiki, shu 5 mahal namozimizda nima qilyapmiz? Hojaga duo qilyapmiz deydi. Sadaqa qilyapmiz, yetim yesirlar bizni haqqimizga duo qilyapti. O'tmaydi. O'tmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi, 1 so'm deydi, bir doniq o'sha chaqani oltidan biri. Shu 1 tiyin deylik bizni pulimiz bilan aytganda. 1 tiyin pulni haromdan kelayotganda olmasdan tashab qo'yganligi 100 ming dinorni sadaqa qilganda afzal men uchun deydi. Demak, savob topishlikda boy bilan kambag'alning imkoniyati teng ekan. Bir res harom narsani sotib keldida, olib kelib turib 500 dollarni sadaqa qilib yubordi. Nima deyapti o'zicha? Yuvilib ketdi. Harom savdosi bor. Yetim yasirga masjidga pul berib qo'yadi-da, shu bilan nima deydi? Yuvilib ketdi deydi. O'tmaydi. Harom pul bilan qorin to'yib ibodat qilinsa bu o'tmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarda birida qo'lidagi quli bir tog' ko'tarib keldi. Odati bo'yicha xo'jayin uchun halol borardi, uni xizmatini qiladi, buni ishini qiladi, topgan pulni olib keladi, xo'jayindagi halol yer edi. Har safar qul olib kelganda Abu Bakr, "Qayerdan kelding buni?" derdi. Aytar edi, eshittirib yer edi. Bu safar so'ramasdan yeb qo'ydi. Hali qul Abu Bakrga qarab turib, "Ey Mavloyim" dedi, "Siz so'ramay yeb qo'ydingiz" dedi. "Qani olib kelding bu pulni?" dedi. Aytdiki, "Johiliyatda" dedi, islomga kirishdan burun bir odamning polini ko'rgan edim dedi, qo'liga qarab turib. Shunda polini ko'rib aytib bergan edim, berolmagan edi xizmatimga. Mana hozir beruvdi, olib keldim dedi. Ya'ni ana shu shirk bo'lgan, kufr bo'lgan ishni qilib pul topib kelganligini aytdi. Abu Bakr Siddiq qo'lini tiqib og'ziga suv ichib ko'karib qorayib chiqarib yubordi.
Nima endi bunchalik o'zingizni qiynadingiz deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zlar eshitganman. Qorniga harom luqma aralashgan kishini ibodatini Alloh 40 kun qabul qilmaydi degan. Endi bola zatohiradan pul topib kelayotgan bo'lsa, psixologdan pul topayotgan bo'lsa, harom savdoda qilib har kuni yeyotgan bo'lsangiz, sizning ibodatingiz qanaqa qabul bo'ladi? O'shuning uchun inson o'zini hayotdagi gunoh bo'lgan, fasod bo'lgan ishlari yo'q qolmasdan turib, ibodatim to'g'ri bo'lyapti deyishga haqqi bo'lmaydi. Faraz qiling, mashinani hamma yog'ini zo'r qo'ydingiz-ku, doim bir yomon benzin quyib turasiz unga. Nima bo'ladi oxirida? Mashinamizga yomon benzin qo'ygimiz kelmaydi, qarab qo'yinglar. Bunga pulimiz ketganda. Xitoyda temir tesagini qo'yishni xohlamaymiz, uzoq yo'lda qiylanib qolaman, lekin ibodatlarimizni qabul bo'lmasligiga sabab bo'lib qoladigan harom narsadan o'zimizni tiya olmaymiz. Hasan roziyallohu anhu aytadiki, obidlar deydi, taqvoli bandalar. Eng afzal ibodatlar nimani bilishgan? U nafl roza, nafl sadaqani emas. Nafl roza, nafl sadaqadan ko'ra harom bo'lgan amallarni tark qilishdan ko'ra kattaroq savob ko'rmaganlar. Yana qaytarib aytamiz, xayollar bo'lmanglar. Eng afzal ibodat harom ishlardan o'zini tiyishlik. Ehtimol 5 mahal masjidga qatnamayotgandirsiz. Ehtimol nafl roza tutolmayotgandirsiz. Ehtimol sadaqa bera olmayotgandirsiz. Lekin harom kelganda o'zingizni tiyib oling-da shundan. Gunohdan tiyib oling-da. Ehtimol Qur'on o'qigan shu qoridan ko'ra yaxshiroqdirsiz. Ko'zingizni bir marta zinodan olib qochgan paytingizda. G'iybat bo'layotganda tilingizni tirib chiqib ketganligingiz afzalroqdir 10 ta masala qilishingdan ko'ra. Gunohdan o'zini tiyishlikdan kattaroq ibodat bo'lmaydi. Yomonlikni oldini olish yaxshilikni jalb qilishdan muqaddam turadi. Nima degani bu? Bir ish qilsangiz, savob ham bor, orqasida gunoh ham bor. Endi mana shu harom narsani sotsangiz, pulidan olib kambag'allarga nima qilasiz? Yedirasiz. Bu foyda, lekin harom ishga qo'l urganligingiz nima? Ziyon. Foydani o'ylab turib ziyon qilinmaydi. Aksincha, ziyonni o'ylab turib foyda qilinmay qo'yilaveradi. Uzumingiz bor, xaridor keldi. Aroq qiladigan odam 10 so'mdan olaman dedi. Bozorda sotaman degan odam kelib 5 so'mdan so'radi. Nima qilinadi shunda? Bozorga sotib olaveradi. Mana keyingi mabhas o'tgan ummatlarning halokat sabablari. Ko'p savol berishlik va talash tortishlik halokatga sabab bo'lgan. Ana bizning zamonimizda ayni sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir asosiy narsa ham shu o'zi bugungi. Avvalgi ummatlar halok bo'lib, balo kelib, qirilib ketgan bo'lsa yer yuzida, ularning sababi bitta bo'lganki, savolni ko'p berishgan va ko'p talashib tortishgan. Mug'irat ibn Shu'ba roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam behuda gap so'zdan va ko'p savol berishdan hamda molni zoya qilishdan qaytargan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turar ekan, so'rab ketishdi. So'raylar, javob beraveraman dedi. Bittasi meni tuyam qayerda dedi. Seni tuying falon joyda. Meni otam kim dedi. Seni otang Huzofa dedi. Meni otam kim dedi. Seni otang Shaybani ozod qilgan quli Solim dedi. Boshqa odamni otam deb yurar edi. Shuni so'ramaganida indamay yurdi o'sha otamni. Endi otasi boshqaligani bo'lib qoldi. Haligi odam so'rab boshiga balo olib turib oldi. Savolni ko'p berishlik kishini mashaqqatga tiqadi. Musa alayhissalom o'zini qavmiga o'likni tiriltirib berishlik uchun bitta sigir so'yinglar deyapti Alloh dedi. Nima deyishdi? Qanaqa bo'lsin dedi. Qanaqa bo'lsin? Qanaqa bo'lsin? Rangini ayt, yoshini ayt. Oxiri ashu sifatlarga ega bo'lgan molni topishdi, terisiga to'g'ri tillab berishdi. Bitta sigir deganda indamay so'yib qo'yganda oson qutulishar, lekin savolni ko'paytirishib oldi, o'zlariga mashaqqat qilishib oldi. Bizning musibatimiz nimada? Endi mohorakadan so'raychi nima derki menga? Ha? Mana to'g'risida nima deysiz? Javob aniq aytilingan. O katta-katta ustozlar aytib qo'ygan javobni. Bu qoraka nima derkin? Va o'zi maqsad nima? Yo'l topib beramikin. Savol yo bir narsani bilmasiz bilish uchun so'raladi, yo so'ralayotgan odamni ilmini tekshirish uchun beriladi, yoki talashib tortishlik uchun beriladi. Agar siz bilan biz so'rayotgan savollar, diqqat qilaylik akalar. Ehtimol oramizda faqat hayit namoziga keladigan odamlar bor. 1 yilda 2 marta. Faraz qilaylik, bir do'kon bor. Bilmasdan kirib qoldingiz. Kirib so'radingiz, "Mana bu soatingiz necha pul?" "Faloncha so'm." "Mana kasbingiz necha pul?" "Faloncha so'm." "Mana telpakchi boshingizdagi faloncha so'm." Keyin chiqib ketasiz, qo'lingizdan tushadi. Bizda dedi, so'ralgan narsa albatta olinish kerak edi.
Borib o'zingizni qoq-so'q qilasiz, haligi narsani majbur olasiz. Keyingi safar o'sha do'konga kirasizmi? Agar kirsangiz ham biror narsani so'raysizmi? Musibat nimada? Musibat biz amal qilamizmi, qilmaymizmi so'rab ko'ramiz. So'rab qo'yaylik-chi. O'sha narsani so'ramasdan turib, gunohligini bilmay qilib yurgan bo'lsangiz, gunoh yozilmaydi sizga. Endi so'rab qo'yganingizdan keyin nima bo'ladi? Qanday shunaqa do'konlar bo'lsa? Bu do'konlarda hech qachon savdosi yurishmas edi. Chunki majbur olishini bilgan odam kirmay qo'rardi. Savol berishida ham xuddi shunday bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunaqa savollar ko'payib ketgan paytda bu narsalardan payg'ambarimiz norozi bo'lardi. Sahobalar mana savol so'rashlikda qanday ish tutishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari amal qilishlik uchun savol so'ragan, shuning uchun ko'p so'rashmagan. Chunki so'rasa biz amal qilish kerak. Navvos ibn Samon roziyallohu anhu Madinadan tashqarida yashaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida 5 mahal namoz o'qib, u zot orqasida amin deb turishni yaxshi ko'radi. Lekin deydi, bitta narsa to'sardi meni Madinaga kelishlikdan. Nima to'sardi? U baxtli payg'ambarimiz orqasida amin deb turishlik. Men Madinaga kelsam deydi, savol berishingdan tiyilib qolardi. Chunki payg'ambarimiz Madinada yashagan sahobalari oshiqcha savol so'rasha olmasdi. Endi men xohlagan paytimda kelib, xohlagan savolimni so'rardim, o'shuning uchun Madinaga kelishimdan deydi o'zim to'xtatib turardim deydi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi, sahrolardan bittasi kelib qolsa, xursand bo'lib ketardi deydi. Hammamiz yig'ilib payg'ambarimiz oldiga kelib olardik, haligi sahroy savollarni so'rardi, biz o'rganib olardik. Ko'p savol ixtiloflarga, qiyinchiliklarga va mashaqqatlarga sabab bo'ladi. Demak, savol bermaslik kerakmi? Berish kerak. Savolning o'zi turlari bor. Farz bo'lgan savollar bor. Mandub bo'lgan savollar bor, ixtiyoriy. Harom bo'lgan savollar bor, makruh bo'lgan savollar bor. Savolni ko'rib olaylik. Farz bo'lgan savollar qaysilar? Balog'atga yetgan yosh yigitcha tahorat g'usl haqida so'rashi shart, so'ramasa gunohkor bo'ladi. Tijorat qilayotgan savdogar savdo kitobi haqidagi savollarni so'ramasa gunohkor bo'ladi. Hajga ketayotgan odam haj ilmlari haqida so'ramasa gunohkor bo'ladi. Namozga kelayotgan odam namoz hukmlarini so'ramasa gunohkor. Bu so'ralishi shart bo'lgan ishlar. Endi janoza, meros, nikoh masalalari mana bu ixtiyoriy bo'lsin, farz kifoya bo'lsin. Harom bo'lgan savollar qaysilar? Alloh taolo faqat o'zida olib qolgan ilmda savollar. Qiyomat qachon bo'ladi? Alloh taoloning qo'li bor deb Qur'onda. Allohning qo'li qanaqa? Alloh taolo ko'radi, eshitadi debdi. Qanaqa qilib ko'radi, qanaqa qilib eshitadi? Bu savollar harom. Ruh haqida so'rashadi. Shunga o'xshagan savollar harom bo'ladi. Va musulmonlarda tanglikka olib keladigan savol ham man qilingan savollar kiradi. Hasan Basri aytadi. Mana endi ko'pchilik bo'lsa sahar kelgan uyqu so'rashinglar tabiiy. Lekin hozir men sizlarga bir nohata bir zarur bo'lgan narsalarni o'qib beryapman. Uyqu so'rayotganlar bir cho'ka tushib olsanglar, uyqular yoziladi. Qimillab olaveringlar. Hasan Basri aytadiki, odamlarning ichidagi eng yomoni kim? Og'ir masalalarni ushlab oladi, Allohning qullarini ko'r qiluvchi kimsalar eng yomon odamlar. Og'ir masalani ushlaydi, odamlar o'rtasiga shu bilan ixtilof soladi, eng yomon banda g'alaba qo'ziydigan kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha." Diqqat qilaylik, g'alvaga agar siz olib kelgan savolingiz, sizni berayotgan bir masalangiz g'alvaga, fitnaga sabab bo'layotgan bo'lsa, eng yomon odamsiz. Fitna deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zi odatda uxlaydigan narsa bo'ladi. U shu fitnani, shu g'alvani uyg'otganga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Allohning la'nati bo'ladi musulmonlar o'rtasiga g'alaba solayotgan odam. Bir masalani ko'tarib chiqdi-da, u domlaga savol beryapti, u fitna qo'ziyapti, bu domlaga savol fitna qo'ziyapti, xolos fitnaga sabab bo'lyapti. Eng yomon odam fitna qo'zigan odam. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Mana hozir ko'ryapsizlar, haqiqat bo'lib turgan narsa. Guruhvozliklar, tarafkashliklar, firqalar, sen menga borishlar, shunga o'xshagan narsalar ko'payib ketdi. Mana shu narsalarda qanchalik og'ir ekanligini bilib olaylik shu hadisda. Musibat nimada? Mana toifasi ham kitob va sunnatdan hujjati bor. Mana bu aqlda tomon ushlayotganda hujjati bor, umuman tasavvur hamma kitob va sunnatdan hujjati bor. Birodarlar, agar hammani kitob va sunnatdan hujjati bo'lsa, kitob va sunnat bitta edi-yu. Bu musulmonlar kitob va sunnat tushunsa birlashish kerak edi-yu, nimaga bo'linib o'lyapti? Bu ilmning ko'pligidan. Haddan tashqari ko'payib ketganligidan. Payg'ambarimiz aytadi, musulmonlar oldida eng katta gunoh qilgan kishi musulmonlarga harom bo'lmagan masalani
savolini beradi-da, shu savoli tufayli harom bo'lib qoladi haligi narsa. Eng yomon odam musulmonlarga halol bo'lgan narsani so'rab kavlashtirib harom qilib qo'ygan kishi. Mana ummatim ichida dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Savbon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda. Men ummatim ichida shunday kishilar bo'ladiki, ularning faqihlari, olimlari qiyin chigal masalalarga o'zlarini uradida, insonlarga mashaqqat tug'dirib qo'yadi. Men atini aytmayman, mana masalani qo'zib demayman, o'zingizlar topib olasizlar. Hozirgi kunda kerak bo'lmagan masalalarni qo'lib gapirib, odam o'rtasida fitnaga g'alabaga sabab bo'layotgan qor akalarimiz, domlalarimiz yo'q emas. Tasavvur qiling, bugun onakiga kirib, ehtilom bola uyg'ongan, balog'at ketgan bolaga nimani o'rgatish kerak? Tahoratni, g'usulni, namoz o'rgatish kerak. Haj haqida aytdi bunga hali endi balog'atga kirdi. Zakot haqida, sada haqida gapirib bo'lmaydi bunga. Bu endi kirdi bu. Endi bu erkak bo'ldi, endi bir katta kishi bo'ldi. Tahoratni, g'usulni o'rganib olsin, boy bo'lib qolsa, bir kun nima qiladi? O'zi so'rab surishtirib o'rganib oladi zakot sadaqasini. Bizni endi balog'atga yetgan bolaga shu katta hukmlarni gapirib turib qiynab qo'yapmiz. Ummatimizda shunday kishilar bo'ladiki, ahli ilmlari, olimlari qiyin masalalarni qo'zib, odamlar o'rtasiga ixtilof soladi. Eng yomon odam shu deyapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sahih hadisda. Yana bir shunday bir savollar bo'lib qoladiki, javobi aniq bo'ladi. So'raveradi-da, mana nima bo'ladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir kunga bitta odam savol so'radi. Ya Rasululloh, bitta odam uyga kirgan ekan, uyida ayolini to'shagida bir odam zino qilayotgan ekan ayoli bilan. Shu kishini payg'ambarimizga aytayaptiki, haligi odam o'ldirib qo'ydi. Endi nima bo'ladi deyapti. Payg'ambarimiz bunaqa savollarni eshitganda yoqtirmasdi. Nimaga yoqtirmasdi? Nimaga? Chunki zino qilgan odamning jazosi haqidagi hukm aniq bo'lgan edi. Endi so'rash hojati yo'q edi, javobi aniq edi. Bu odamni olib borib hozir hukm chiqarishlik kerak edi, surishtirish kerak edi, tosh bo'ron qilib yoki darrov o'lish kerak edi. Bu o'z bilganini qilib qo'yib turib, endi nima bo'ldi deyapti. O'z boshimchalik qilib qo'ydi bu odam. Javobi aniq bo'lgan narsa haqida qaytib so'ralmaydi. Bo'lmagan narsa haqida so'rash. Agar bunday bo'lsa-chi, agar bunday bo'lsa-chi. Malik ibn Anas roziyallohu anhudan so'rashdi. Agar osmondan sut yog'sa, o'sha sutda tahorat olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rashdi. Biz kulyapmiz-ku. Biz oramizda ham ko'p bo'ladi bunaqa savol. Imom Malik nima dedi? Yog'dimi dedi? Yo'q dedi. Yo'qsin keyin gaplashamiz dedi. Ya'ni o'rni kelganda gaplashamiz. Ma'ruzalarda yoki bir qandaydir o'tirishlarda savollar bormi desa, hali odamlar o'zlarini qiynab yurib savol berish kerak qorakanni ko'nish uchun. Agar bu savol sizning ichingizda bo'lsa, shak tilingizga kelar edi. Agar bu savol sizni hayotda qiynab o'ylantirgan bo'lganda esingizda turar edi. O'zi savol yo'q o'zi. Din haqida ham yo'q. Endi savol berib qo'yish kerak deb so'rab qoldi ham. Sahobalar amal qilish niyatida savol berishdi. Nur surasida Alloh taolo aytadi: "Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na va ulayka humul muflihun." O'rtamizda kelishmovchilik masalalar bo'lib qoladi. O'rtamizda bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Shunda kim oldiga boramiz? Albatta ahli ilm biladigan odamlar oldiga. Alloh o'zining mo'min bandalarini maqtab aytadi. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarda hukm chiqarish chorlangan vaqtlarida mo'minlarning so'zi eshitdik, bo'yinsundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchidir. Qoraka, bunday ish bo'ldi. Endi nima bo'ladi desa, mo oyatda bunday deyilgan, mana bu hadisda bunday deyilgan deb javobni aytsa, shunga bo'yinsunishlikni xohlamaydi. Nariga qorakadan so'raydi. Undan so'raydi. Mo'min kishining hukmi nima bo'lishi kerak ish? Oyatni hadisni eshitgandan keyin eshitdim, itoat qildim bo'lish kerak. Agar siz itoat qila olmayotgan bo'lsangiz ham aytingki, men itoat qila olmayapman, lekin to'g'risi ham shu. Men qila olmayapman faqat, lekin boshqa bo'lish kerak. O'sha oyatda yoki hadisdagi narsa to'g'ri bo'lishi kerak. Kim Alloh va uning payg'ambariga bo'yinsunsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, bas ana o'shalargina baxt saodatga erishuvchidirlar. Hayotda bo'layotgan muammolar, yomg'ir yog'mayotganligi, suv oz bo'lishligi, qor yog'mayotganligi, ekin-tikinni bo'lmayotgani. Hali unga to'ngab ko'ramiz. Hali bunga to'ngab ko'ramiz. Lekin quloq solaylik. Hamma aybdor, faqat siz emas. Haqiqiy mo'min musulmon bandalar hech qachon Banu Isroil Musa payg'ambarga aytgan gapni gapirishmaydi. Nima deyishgan dedilar? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qa'idun. 250 yildan ko'proq muddat Misrda qul bo'lib turgan Banu Isroilni Musa alayhisalom payg'ambar alayhisalom
600 mingta yahudiyni Misrdan olib o'tdi. Dengizni yorib o'tishdi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengiz yorib o'tdi, 10 ta bo'ldi. Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin Banu Isroil uchun yozib qo'yilgan Iliyo shahrining eshigiga kelishdi. Musa payg'ambar aytdi: "Mana bu shaharda Alloh sizlarga yozib qo'ygan, sizlarga nasibinglar. Bitta eshikka hujum qilib, bitta eshikni ochsanglar, shahar sizlarniki bo'ladi." Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin, shuncha karomatlarni ko'rgandan keyin Musoni qavmi nima deyishdi? "Ey Musa, modomiki ular, ya'ni shu shahardagi kishilar o'sha joyda ekan, biz hech qachon kira olmaganmiz. Bas, borgin, sen o'zing va Parvardigoring bilan ular bilan urishaveringlar, biz ersamayda o'tirib turamiz." Shuncha mo'jizani ko'rsatib, shuncha qullik, xorlikdan olib chiqib ketgan Musoga aytgan gapini ko'ring. Endi mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofot o'rnida keldi. Biz bu qissalarni o'qib turib, o'rtasidan xulosa olaylik o'zimizga. Biz boshqalar uchun javob bermaymiz, esimizdan chiqmasin. Har bitta odam qiyomatda o'zi uchun javob beradi. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sal al-qawmil fasiqin. Alloh taolo ularni mana shu payg'ambarga qilgan o'jarligiga bergan mukofotini ko'ring. Dedi, endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir. Ular yerda sahrolarda adashib uloqib yururlar. Sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin. Demak, Allohning buyrug'i turganda, payg'ambarning buyrug'i turgan paytda itoat qilmasdan ochiqchasiga bosh tortayotgan odamning jazosi shunday bo'ladi. Sizlarga qanday musibat yetsa, deydi Alloh taolo Qur'ondagi oyatlarda, o'zingizlar qo'lingizlar qilgan ish tufayli yetadi. Nima kun kelayotgan bo'lsa boshimizga, o'zimizga yarasha kun ko'ryapmiz. Ya'ni Alloh taolo ko'pini nima qiladi? Kechirib turadi. Agar bandalarni qilgan ishlarini jazosini o'rnida berganida, deydi Alloh taolo ba'zi oyatlarda, yer yuzida birorta jonivorni qo'ymagan bo'ladi. Agar siz bilan biz qilayotgan fe'l atvorimizga o'rnida jazo kelsa, hech qasimiz qolmasligi yer yuzida. Chunki shikoyat qilavermaylik hali. Yomg'ir nima yog'mayapti? Biz zo'rimizu ayb nima? Yomg'irdami? Nimaga kamchiliklar yetarli bo'lyapti? Nimaga bola chaqalar itoatsiz bo'lyapti? Nimaga topganimizda baraka yo'q? Nimaga xotirjamlik yo'q qalbimizda? Bo'lmasa hamma yo'q bor. Pul ham bor, sog'lik ham bor, tinchlik ham hamma bor. Lekin xotirjamlik yo'q. Sababi Alloh va Rasulining hukmida yashamayapmiz. Ayb o'zimizda. Juda ko'p qaytarganmiz. Badrda musulmonlar payg'ambarimizning gapiga xo'p deb turdi, mingta farishta tushib Alloh yordamga, Alloh tomonidan yordam bo'ldi. 50 ta kamonchi Payg'ambar alayhisalom buyurgan joyda turganida Alloh taolo g'alabani naq qilib berdi. Xato sodir bo'ldi, o'rnida jazo keldi. Musulmonlar Hunaynga 10 mingta qo'shin bilan chiqishdi. Bugun ko'pmiz, bugun ko'pligimiz bilan yengamizda turib, Allohning yordamiga emas, sonini ko'pligiga suyanib qo'yishdi. 10 mingta odam o'zidan ozroq bo'lgan qo'shinga yengilib qoldi musulmonlar. Payg'ambar alayhisalom qatnashgan g'azotlarning bittasida musulmonlarning soni ko'p bo'ladi, bir marta. O'sha yengilib qolishadi. Nima sababdan? Allohga suyanishmasdan o'zini sonini ko'pligiga suyanadi. Bu yil qish unaqa sovuq kelmas ekan. Xudoga shukr. Ko'mir olib qo'ydim, sovuq kelsa ham. To'rqop olib qo'ydim, buday bosib qo'ydim. Bizda Allohga suyanishdan ko'ra o'zimizning moddamizga suyanishlik ko'p. O'shuning uchun yetmayapti, o'shuning uchun yetmaydi ham hech qachon. Yana qaytarib aytamiz. Nima boshimizga yaxshi yomon kun kelsa, o'zimiz bunga sababmiz. Xulosa endi nima qilish kerak unda? Xulosa shariat hukmlariga bo'ysunishning najot yo'li. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishdan siz bilan bizni qaytardi. Robbana sami'na va ata'na g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik va itoat etdik. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz va faqat o'zingga qaytajakmiz. Alloh va Rasulining hukmiga xuddi itoat qilgan sahobalar hayotidan Umar ibn Xattobdan bir qancha misollar beraman. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana itoat qilsa nima bo'lgan? Ko'rib qo'yaylik. Itoatsiz bo'lganda nimaligini ko'rdik. Mana g'azotda yengilib qoldi, Banu Isroilga harom bo'ldi. Bu jazo edi. Endi itoat qilganlarga qanaqa mukofot bor edi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: azizlikni islomdan, dindan boshqa joyda qidiruvdik, xor qildi Alloh bizni. Azizlikni islomdan boshqa joyda istadik, xor bo'ldik. Islomni ushlovdik, aziz bo'ldik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kim edi? Bitta sahro arab edi. Qanaqa arab edi? Bo'lganda ham tugagan arablardan edi. Johiliyatni eslab deydi, bir kulgim keladi. Johiliyatni eslab bir yig'lagim keladi. Kulgim kelganining sababi deydi. Xurmo terisi
qo'shilib o'sib qolgan 3 ta, 2 ta, 4 talik xurmolar bo'lib qoladi, qo'shmoq bo'lib qoladi. Haligini olib turib, sig'inardik haligingga deydi. Johilligimizni ko'rib turib deydi, kulgim keladi. Och qolsa yeb qo'yardik Xudoyimizni deydi. Shunchalik johil nodonligimizni o'ylab turib kulgim keladi. Endi yig'lashimiz sababi deydi. 3 yoshar qizimni olib chiqib ko'mib kelganman. Chuqur kavlat turpog'iga tekkanimda soqolimga tekkan changlarda qoqib turardi qizim deydi. Shu qizchani yerga tashlab, ko'mib tortayotganda barmog'imni mahkam ushlab turganim deydi. To joni chiqishga barmog'i ushlab turdi, turpoqda surdim ketdim. Mana shunday bir rahmsiz, mana shunday bir badxulq bo'lgan xalqlar bo'lgan, xor bo'lgan ular. Bir tomoni Forsga, bir tomoni Rumga tobe bo'lgan. Mana shu xalqlar islomga tushganda qanday aziz bo'ldi. Umar ibn Xattob haqida g'arb qarashlar aytadi, yer yuzi Umardaqa odil podshoni ko'rgan emas deydi. Siz bilan bizni dinimizga dushman deb qaraydigan bo'lsa shular odilligini tan oladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu islom mo'jizasi deyiladi. Chunki islomga kirishligi bilan 180 gradusga burildi axloqi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tirganida minbarga odamlar visil qilar ekan. Rasululloh tirik paytida Umar qilichini chiqarib hammani chopaman deb turardi, Rasululloh hay deb turardi, tez turardi. Rasululloh o'tib ketdi. Abu Bakr davrida Abu Bakr bosib turardi, endi o'ziga qoldik. Endi holimizga voy bo'lsin deb turganda Umar ibn Xattob eshitdi-da, hammani yig'di masjidga. Allohga ham, Payg'ambar sollallohu salovat aytib turadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, tiriklik davrida yo xizmatkori bo'ldim, qo'lidagi qilich bo'ldim, tek qo'ysa chopdim, tur desa turdim. Rasululloh vafot etdi, men bu bilan baxtliman deydi. Ko'rasizlar, nima bilan baxtliligini aytayapti. Xalifa bo'lgan odam shu narsa bilan baxtliman deyapti. Xalifa bo'lganligi bilan emas. Undan keyin uni do'sti Abu Bakr xalifa bo'ldi. Uni yonida qilich bo'ldim, xizmatkori bo'ldim. Tek tur desa turdim, tek qo'ysa chopdim. U kishi ham o'tib ketdi. Mendan rozi bo'lgan holda men bu bilan baxtliman dedi. Endi dedi, o'zimga qoldinglar dedi. Endi sizlar bilgan shiddat, sizlar bilgan qattiqlik halimlikka, muloyimlikka aylandi dedi. Lekin bu muloyimlik zulm ahliga hech qachon bo'lmaydi. Haq ahliga bo'ladi dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Xurmuzonni jo'natadi Kisro Madinaga. Umar deganda Forsda, Rumda qaysarlari Kisro titrab turgan Umarning oldiga keladida, eng chiroyli kiyimlarni kiyib keladi. Tilladan bo'lgan ipakdan bo'lgan kiyimlari bilan. Madina ko'chalarida kirib kelar ekan, yuragi titrab bo'ladi. Umarning oldiga kelyapman. Umar qattiq qo'l, Umar qanday odam ekan? Shuni qo'rqib keladi. Madina bolalari, ayollari tomlarga chiqib haligi zeb-ziynat kiygan Xurmuzonni tomosha qilishadi. O'sha davrdagi eng kuchli mamlakatda vazir kirib kelyapti. Meni dedi, amirlarni saroyga boringlar dedi. Amirda saroy yo'q dedi. Qanday qilib bunaqa katta mamlakatda amirning saroyi bo'lmaydi? Uyiga boringlar. Uyiga borishdi, birodarlar, uyi kichkinagina yog'och eshik. Odamni qo'li bunday qilsa, bu qo'li tegadigan devor balandligidagi loydan bo'lgan devorlarda. Shuni dedi. Eshikni ochdi, o'g'li chiqib masjidda bo'lsa kerak edi. Masjidga bordi, topisha olmadi. Qarashudi, Madinaning bir chekkasiga bir xurmotoyda 7 ta yamog'i bor, yaxtay bilan uxlar edi. Xalifa. Birorta tansoqsiz, birorta qorovulsiz. Xurmuzon ko'rsa titrab ketadi qo'rquvdan. Hakamta adilta famimta. Tarixda qolgan jumlasini aytdi. Hukm qilsan, odil bo'lsan. Odil bo'lsan, qo'rqmay uxlabsan. Yolg'iz uxlashni tasavvur qiling-da podshohda. Ko'chada, daraxt tagida. Umar ibn Xattob Quddus fath bo'lganda butun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolgan sahobalar hammasi yig'ilishdi Quddusga. Va Quddusni kalitini rohiblar Amir al-Mo'mininning qo'liga topshirishligini aytishdi. Amir al-Mo'minin Umar ibn Xattob odil edi. Madinadan bitta xizmatkorini yetalab, bitta tuyani minib chiqishdi. Tuyani 1 kilometrda almashtirib minishadi. 1 kilometr xalifa yetalaydi xizmatkorini o'tkazib. 1 kilometr xizmatga yetalaydi xalifani yetkazib. Bunaqa adolatni yer yuzi ko'rgan emas edi. Quduqqa kelishadi. Umar yetalab kelayotgan paytda. Quduqqa tushib suv olib chiqishlikka harakat qilib boradi. Tuyani ustida o'tirgan, o'tir deydi. Odil rozi bo'lmaydi sen tushsang deydi. Men yerdamanmi, men olaman. Tushib quduqdan suv olib chiqib, xizmatkorga ichib yetalab ketadi. Quddus eshigiga kelar ekan, butun Quddusda ayonlari, sahobalar hamma chiqib kutib turadi. Umar kelyapti. Butun yer yuzi qo'rqadi Umar ibn Xattobning ismini o'zidan. Uzoqdan tuya yetalagan odam ko'rindi. Tuyaning ustida bitta odam turadi. Ha bu
Amiral Mo'mininni kelayotganligini aytgani kelayotgan elchi bo'lsa kerak deydi. Qarasa Umar yetalab kelyapti tuyani. Ustida xizmatkori. Amr ibn Os kelib Amiral Mo'minin, bu butun Quddus ahli kutib turibdi sizni. Tuyaga chiqib oling dedi. Siz azligingizni ko'rsin bular dedi. Umar nima dedi? Biz azizlikni islomdan boshqa narsadan istadik, Alloh bizni xor qildi dedi. Islomni ushladik, Alloh bizni aziz qildi dedi. Birodalar, bu kishilar mana shunday xor kishilar bo'lgan. Lekin endi ismlari aytilganda roziyallohu anhum deyiladigan kishilar bo'ldi. Nima bilan? Islom bilan. Inson amal bilan aziz bo'lmaydi. Pul bilan aziz bo'lmaydi. Mansab bilan aziz bo'lmaydi. Hech narsa bilan aziz bo'lmaydi. Agar iymoni bo'lsa. Chunki bu narsaga yetgan odamlarni ham ko'ryapsizlar hayotda. Hayot shirin bo'lyaptimi ularda? Iymon bilan bo'ladi. Haromdan tiyilishlik, farzlarni bajarishlik, sunnatga ittibo qilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlarning tarixlaridan bizga keltirayotgan qissalaridan ibrat olishimiz kerak. Hammasining xulosasi bitta. Allohdan taqvo qilsa Alloh aziz qilaveradi. Albatta boy bo'lish shart emas. Albatta sog', albatta bir amaldor bo'lish shart emas. Alloh aytgandek qilsa aziz bo'linaveradi. Suhbatimizga nihoya yasar ekanmiz, din birdamlikka undaydi. Agar siz bilan biz haqiqiy la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ummat ekanmiz, biz o'rtamizda ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki oyat bilan hukm, hadis bilan hukm aytilganda musulmonlarning ishi eshitdik va itoat qildik deyishligi kerak bo'ladi. Ey insonlar, sizlarning millatingiz, diningiz haqiqatda bir dindir, ya'ni islomdir. Men esa barchalaringizning parvardigoringizman, bas menga ibodat qiling. Anbiyo surasi 92-oyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih bo'lgan hadisda, mana muttafaqun alayhi hadis, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz, biringlar ikkinchilarni bo'ynilariga qilich soladigan kofirlarga aylanib ketmanglar dedi. Musulmon bilan fitna qilishligi, musulmonga qo'l ko'tarishligi uni kufriga sabab bo'lib qolish ehtimoli bor. Jamoatni tark etgan kishining jazosi nima? Kim haq yo'lni aniq bilgandan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mo'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga dohil qilamiz. Niso surasi 115-oyat. Alloh va Rasulining yo'lidan xilof qilgan, teskari chiqqan kishilarning jazosi jahannam bo'ladi. O'z aslida bu ixtiloflar, bu kelishmovchiliklar, bu tarafkashliklar, har xil nomlarning sababi nima? Havoy, xohish, shaxsiy manfaat, qaysarlik, zo'ravonlik, xo'p deb qo'ymaslik, o'zinikida turib olishlik, haqmi nohaqmi, mana shu narsalar agar o'rtamizda kelishmovchilikka sabab bo'lsa, bu nihoyatda bir xatarli oqibatlarga olib keladi. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. Aniq hujjatlar kelgandan keyin bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undalar uchun ulug' alamli azob bordir. Talashib tortishmaylik, bir bo'laylik. Xilma-xil firqa, xilma-xil toifalardan dinni o'rgansak, din o'zimiz bitta qilishlik kerak bo'ladi. Endi dinni o'rganib bo'linayotgan bo'lsak, demak kimdir dinni noto'g'ri tushunyapti. Alloh subhanahu va taolo shariatini mahkam ushlaydigan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ittibo qiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va o'zini habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavsul jannatda, jannatul Firdavsda birga o'tirishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va keyingi qurbon hayitlariga tinch eson hammamizga yetishni nasib qilsin. Qurbonlik qiladiganlarimizni qurbonlarini qabul qilsin. Parvardigor bemorlarga shifo bersin. Mashaqqatga, musibatga kirib qolgan Alloh taolo o'zi bir faraj bergan bo'lsin. Va siz bilan bizni qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.